Boshlaverdik. Demak, o'zar operatorlarimiz tayyor demoqchimanki, yaxshigina joydan, yaxshigina xonadon tavsiya qiladigan kun bugun. Xudo xolasa, uyimizda egalarning mushkulidan foydalanish emas. Biz narx chiqardik, ular o'ylab ko'rgancha opsiyada narxini qo'yib beraman. Mana shunaqangi chiroyli ko'rinishdagi fasad qismi darvozaxonasidan boshlaymiz. Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Ozodjon kelaverasan, birma-bir ko'rsatamiz. Hovlimiz juda ham katta. 4 sotuq yer maydoniga qurilgan ushbu hovlimizni birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Hozirda yashash sharoiti juda ham zo'r. Novostroyka shu holatiga yaqin orada remontdan chiqarishgan. Tashqari sanuzol qismi, bu yoqda esa garderobni. Kattagina foy qismi mashinangizni olib kirishga yoki bo'lmasa mehmon kutib olish uchun ham yetarlicha mehmonxona vazifasini ham bajarib bera oladigan hovliga yetib keldik. Birma-bir boshlaymiz. Do'q kontur katyol isitib beradi. Zamonaviy qurilgan ushbu hovlimizni hammalarga tavsiya qilamiz. To'g'risini aytsam, 100 ming AQSh dollaridan so'rashdi. Salkam savdosini qilib tashab qo'ydim. Endi u yog'i o'zlariga havola. Rozi bo'lib o'sha narxni ko'nsalar, biz esa opsiyada qoldiramiz ushbu narxni. Bu yoqda bizning oshxonamiz joylashgan. Oshxonamizda o'tirib ovqatlanish sharoitlari, jihozlari albatta kelishilgan holatda. Ushbu xonamizni ham xonalar soniga qo'shishimiz mumkin, sababi juda ham katta oshxonasi, 2 ta, 3 ta oshxonasi bor ushbu hovlimizda. Keyingi mana bunaqangi studiya qismi uylarning mana shu razdelni holatini ko'rsatib o'tadi. Damashni telefonlarigacha bor. Tepa qavatdan boshlaymiz. Demak, keling Ozodjon. Bizani tepa qavatimizda nimalar kutadi? Salgina yorug'lik pastligiga huzur so'raymiz, to'g'risi. Mana bu yoqda bizani yotoqxonasi joylashgan. Oyoq ostlari laminat parketigacha qilib qo'yishgan. Birma-bir ko'rsatamiz. YouTube kanalimiz a'zolariga tavsiya qiladigan xonadon. Konditsionerimizni sonini adashmasam sanamadim. O'zlaringiz kelib ko'rishinglar mumkin. Mana bu yoqda esa tepadagi sanuzol qismi. Birma-bir ko'rsatamiz. Bu yoqda bizani nima kutadi? Bu yoqda mehmonxonasi ekan. Uyimizning egalari ish joylarini ham, ofislarni ham uyimizni mana shu bitta xonasiga alohida o'zlari uchun ajratib qo'yishgan. Konditsionerimiz ishlab turibdi. Albatta jihozlari kelishilgan holatda. Devorimizni qalinligini ko'rsatamiz, mana chiroyligini. Demak, mana bu yoqda bitta o'zing ko'rsatib chiqasan, terasamiz ham bor. Demak, mana bu yoqda bizani alohida o'zini 3-qavatda, demak, terasa qismi, 2-qavatda aytmoqchiman. Terasa qismi ham bor, podval qismi ham bor. Uni ham albatta ko'rsataman. Juda ham chiroyli xonadon. Xonamizni, ushbu uchastkamizni eng katta menga yoqqan tarafi, pastga uni alohida ko'rsatib o'taman sizlarga. Xudo xolasa yaqinlaringizga ilinadigan chiroyli xonadon. Kogon shahar, adashmasam, Haqiqat ko'chasi, mana shu vokzal bo'raverishda o'ng qo'lda joylashgan. Bitta tashqi hovlini ko'rsataylik, keyin mehmonxonasiga kiramiz. Mana bu yoqda bizning tashqi hovlimiz joylashgan. Tashqi hovlimizga alohida yana bitta oshxonasi, yana bitta xonasi. To'lig'icha adashmasam 6-7 ta xona sanadim. Tashqi hovlimiz ham juda ham zo'r. Mana bu yuriladigan qismlarni qonun qoida bo'yicha chopli pol qilishgan. Chopli poldan chiqarishgan. Yotoqxonalarimiz esa albatta batareyka tizimi isitib beradi bizani. Mana bu yoqda bizani, demak, kattagina zalimiz. Shahrimizda bunaqangi zalni ko'rmadim. To'g'risi, ancha uchastkalarni ko'rib chiqamiz, tafsilotini qilamiz boshqasi. Demoqchimanki, bunaqangi zal adashmasam ko'rmadim men. To'g'risini aytsam, adashmasam 10ga 12 mi shunaqa kelib o'zlaringiz ko'rasizlar. Ancha uzoqda joylashibman, Ozod sandan. Konditsionerlarimizni endi kelishilgan holatda bu yoqdagi xonalarni ham bitta ko'rsatamiz. Keling. Bu adashmasam o'sha tashqi hovlimizdagi oshxonasiga chiqadigan yo'li. Men bunisi esa yotoqxonasi o'zini alohida. Xonalar soni juda ham ko'p. Kelib o'zlaringiz batafsil ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa, mana bu yoqda yana bitta yotoqxonasi. Buni ham ko'rsating. Chiroyligina turibdi. Bu yoqda esa tepadagi yotoqxonalarimiz uchun ajratilgan sanuzol qismi. Hozirchalik endi tayyor emas, lekin tayyor bo'lish arafasida. Shu holatiga mana shu hovlimizni sotishga kelganlar, sotishga qaror qilishgan. Biz esa kamin ham bor, kaminni o'zini alohida dimoxodlarigacha bor. Ishlaydimi desam, zo'r aka, ishlab beradi, juda ham zo'r. Yangi bu uy degan gaplarni qildilar. Oyoq ostlarimiz aytib o'tganimizdek, to'lig'icha mana qo'llarni tashab qo'yganlar, lekin laminat parketdan chiqarishgan. Bitoy texnikasi, hamma jihozlarni aytib o'tishimiz kerak.
Xudo xolasa kelishilgan holatda. 100 ming AQSh dollari so'rashdi, lekin savdosini qildim. To'g'risini aytsam, 80 ming AQSh dollarigacha men savdo qildim. Agar ko'nsalar o'sha narxni chiqaramiz, yo'q bo'lmasam, qara, mana shu sotuvchilarimizni, mana shu uyimizni egasini fikrini bilish uchun pastda raqam qo'yib beramiz. Qolgan ma'lumotlarga albatta o'zlari javob beradilar. Shaxsan o'zlarining raqamlarini qo'yib beraman. Lokatsiya juda ham zo'r. Kogon vokzalga boraverishda o'ng qo'lda mana shu adashmasam 200 metr ichkarida joylashgan juda ham chiroyli bozor, maktab, shaxsan ko'rib chiqdim. Obod mahallaga kiritilgan chiroyli ko'chamiz, maktablarimiz, masjidimiz bir qadam demoqchiman. Yaxshigina joydan sizga xonadon tavsiya qilyapman. Siz ham yaqiningizga iling, albatta like bosishdan chiqmasin. Salomat bo'ling.